Bugun endometrioz kasalligi haqida gaplashamiz. Endometrioz kasalligi surunkali uzoq davom etadigan kasallik hisoblanadi. Sirli kasallik hisoblanadi. Ketishi bo'yicha, kelib chiqishi bo'yicha hali oxirigacha bu kasallik yechimlari topilmaganligi uchun ko'p tarqalgan to'liq yoshidagi ayollarimizni asosan 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz 10%gacha, ya'ni 10 tadan bittasida bu kasallik kuzatiladi deb hisoblanadi bu statistika. Ya'ni hozirgi kunda yer sharida 190 milliondan oshiq ayollar shu kasallikdan aziyat chekyapti deb hisoblanadi. Bir nechta turlarga ajratiladi endometrioz kasalligi kelib chiqishi bo'yicha. Endometrioz o'zi nima? Endometri, ya'ni bachadon ichidagi shilliq qavatga xos bo'lgan to'qimalarda, o'sha bachadon ichidan boshqa joylarda, ya'ni qorin bo'shlig'ida, tuxumdon turbalar sohasida, qorin ichini qoplab turgan qorin parda brishina deymiz, o'sha pardaga tarqalib qolishi. Ichki endometrioz deymiz, ya'ni adenomioz bu turida bachadonni tanasiga, muskul qavatiga o'sib kirib ketib qolishi adenomioz kasalligi. Ya'ni ekstragenital turiga ajratamiz. Bu degani bachadon tuxumdonlarga taalluqli bo'lmagan joylarda tarqalgan turlari ham bo'lishi mumkin. Bu ichaklarda endometrioz kasalligi, endometrioz o'choqlarining rivojlanishi, chandiqlarda misol uchun ayol kesir operatsiyasidan keyin yoki qorin bo'shlig'ida, kichik sanoqdagi boshqa operatsiyadan keyingi jarohat tonida endometrioz tugunlarda hosil bo'lishi. Ya'ni endometriozni ekstragenital turlari o'pkada rivojlanishi mumkin. Kamdan kam uchraydigan turlari. Shunaqa turlarga endometrioz kasalligi ajratiladi. Qanaqa belgilari bor endi endometrioz kasalligida? Eng asosiy endometriozning belgisi bu hayzda og'riqlar bo'lishi. Misol uchun qizlarimizda og'riqli hayzlar bo'ladi. Shularni albatta tekshiruvlardan o'tish kerak. Shunga qarab turib vaqtida davo choralarini qilish kerak. Vaqt o'tib hayz paytidagi og'riqlarning kuchayib borishi, yildan yilga, oydan oyga o'sha hayzda bo'ladigan og'riqlar kuchayib boraveradi. Ba'zi boshqa qizlarda, kelinlarda, ayollarimizda ko'ramizki, shu darajada kuchli og'riqlar bo'ladi. Hayz paytida bu ayollar tez yordam chaqirib, shoshilinch shifoxonalarga murojaat qilishlariga to'g'ri keladi. Kuchli og'riq qoldiruvchilar bilan og'riqlari qoladi. Hayzda ko'p qon yo'qotish yana bitta endometrioz kasalligining belgilaridan biri. Hayzda ketadigan qonning miqdorini oydan oyga vaqt o'tib oshib borishi. Hayzdan boshqa paytda quloq sohasida, bellarda og'riqlar sezishi, shular bilan kechadi. Bepushtlik bilan aziyat chekayotgan ayollarimizni ikkitadan bitta holatda 50%da hozirgi kunda hisob-kitoblashini ko'rsatadi. Endometrioz kasalligiga sabab bo'lyapti deb hisoblanadi. Dispareunia deymiz biz tilimizda, bu jinsiy yaqinlik paytida og'riqlar sezishi. Vaqt o'tib bu kasallik haqida aytdik, surunkali uzoq davom etadigan kasallik. Shu og'riqlarning hisobidan ayolning ruhiyatida o'zgarishlar bo'lishi, asabiylik holati kelib chiqishi mumkin. Shunaqa belgilar bilan asosiy belgilar endometrioz kasalligi shunaqa. Endi turlari qanaqa? Turlari shunaqaki, endometriozning kistalar endometrioz kasalligining eng ko'p tarqalgan turi hisoblanadi. Bunda tuxumdonda endometriga xos to'qimalar o'tirib qoladi. Vaqt o'tib o'sha yerda endometriozning kista deymiz, endometrioz kistalar hosil bo'ladi. Bu narsalar o'zida aniqlash mumkin. Vaqt o'tib endometrioz kista yildan yilga kattalashib boraveradi. Ko'p holatlarda ikkala tomondan, ikkala tuxumdonda ham uchraydi. Bu yerda qanaqa bo'ladi? O'sha endometriga xos bo'lgan to'qima o'sdi, rivojlandi. Hayz paytida u ham qoniydi. Ichidan chiqib ketadigan joyi yo'q, chiqqan qon o'sha yerda to'planadi. Shokoladniy kista deyiladi. Sabab o'sha vaqt o'tib ustida kapsula hosil bo'lgandan keyin o'sha kistaning ichida suyuq shokoladga o'xshagan suyuqlik yig'ilib boradi. Qanchagina katta bo'ladi? 4, 6, 8, 10 santimetrgacha o'sib borishi mumkin. Bu tuxumdonda bo'ladigan kistalar yana ko'p tarqalgan turi chuqur infiltrat endometrioz deymiz. Bachadonni orqa devorida, qorin pardada bu infiltrativ endometrioz yillar davomida rivojlanib boradi. Buni belgilari hayz paytida og'riqlar bo'lishi, og'riqlarni orqa peshvoga tarqalishi, ostiga tarqalishi, shunaqa og'riqlar bilan kechadi. Yillar o'tib ichakka o'sib kirgan bo'lsa, misol uchun o'sha hayz paytida orqa peshvodan qon kelishi yoki aytaylik siydi qopiga o'sib kirib ketdi. Bunda yillar o'tib o'sha hayz paytida siydidan qon kelishi. Shunaqa turlarga ajratiladi. Yana kam uchraydigan turlari bor. Bachadon bo'ynida endometrioz o'choqlari bo'lishi mumkin yoki qin devorida. Bularda ham klinikasi xuddi shunaqa. Hayz paytida shishadi, kattalashadi, og'riq beradi, qoniydi. Ekstragenital turida aytib o'tdik oldinda, mana ichaklarda bo'lishi mumkin. O'pkada mana qiziq holat, shunaqa bemorlar bo'lgan.
hayz paytida bemorda o'zidan o'zi yo'tal tutadi. O'sha yo'talgan paytda balg'am bilan qon ajrab chiqadi, bir xil allergiya qo'rqib ketadi. Bu ham ekstragenital, ya'ni badandan tashqarida bo'lgan endometrioz bir turi. Yana endometrioz kasalligini ko'p tarqalgan turi, ayniqsa yosh katta ayollarimizda ko'p uchraydi. Bu adenomioz kasalligi, ya'ni o'sha endometriy to'qimasini, bachadonni muskul to'qimasiga ichiga kirib ketish oqibatida kelib chiqadi bu holat. Bunda ham shu hayzda og'riqlar bo'lishi, ko'p qon yo'qotish, bepushtlik, homiladorlik bo'lsa homiladan tushib qolishi, disparoniya, ya'ni jinsiy yaqinlik paytida og'riqlar bo'lishi shunaqa holatlar bilan kechadi. Endi endometrioz sirli kasallik dedik. Sabablari kelib chiqishi hozirgi kungacha noaniq. Bir nechta teoriyalar bor, nazariya deymiz, shular keltirib chiqish haqida, lekin hozirgi kungacha bir aniq sabablar topilmagan. Lekin shunga qaramasdan Xudoga shukrki, bu narsaning chorasi bor. Choralari qanaqa? Misol endometriozda turiga qarab, tarqalishigan darajasiga qarab turib choralari bor. Tug'ishni xohlamagan ayollarga kontratseptiv, ya'ni shoyma ichib boriladigan tabletka ko'rinishidagi vositalar bor, ko'plar deymiz. Shularning ichida endometrioz kasalligining rivojlanishini to'xtatadigan, to'sadigan, belgilarini hayzdagi og'riqlarni kamaytiradigan turlari bor, ulardan foydalanishimiz mumkin. Keyin yana bizda bor dorilar bor, vaqtincha hayz siklini bloklab to'xtatib turadigan dorilar bor. Misol uchun bizning bozorda bor narsalar difirelin, buserelin, evalirin, zalodex degan preparatlar ularni ishlatishimiz mumkin. Bular oyda bir marta 4 haftada qilinadigan ukollar. Yana endometrioz kasalligini chorasi diagnoz degan preparatimiz bor. Bizda hozir Savis Vizanning 2 xil ko'rinishli tabletkalar bor. Bularda davolash muddati 3 oy, 6 oy, 9 oy, ba'zida yilgacha qilishimiz mumkin. U hammasi kasallik bemorning holatidan kelib chiqib bu dorilar beriladi. Ko'p holatlarda endometrioz kasalligida operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni dori-darmon bilan davolashning imkoni bo'lmaydi yoki ayollar kasallik rivojlangandan keyin og'ir holatlarda murojaat qilishadi. Bunda endometrioz kistalari, misol uchun 4 sm va undan yuqori bo'lgan kistalarda operatsiya yo'li bilan davolanadi. Laparoskopik usulda, ya'ni qorinni kesmasdan tirqishlar orqali kam jarohatli operatsiyasi qilinadi, kam jarohatli. Bunda endometrioz kista kapsulasini ajratib olib tashlanadi. Tuxumdan to'qimasi maksimal ehtiyot qilinadi, yosh farzandtalab ayollarda ayniqsa. Endometrioz tarqalgan turida, boya aytganimizdek, chuqur infiltrativ endometrioz juda ham qattiq og'riqlar bilan kechadi. Hayz paytida ayol ishga umuman yaroqsiz holatda bo'ladi, ishlaydigan ayollar ishga chiqolmaydi. Juda ham odamning hayotini buzadigan narsa. Bu holatlarda ham laparoskopik usulda operatsiya qilinadi. O'sha qorin pardaga, qorin ichiga tarqalgan endometrioz o'choqlari hammasi ajratib olib tashlanadi. Shu usul bilan yordam berishimiz mumkin. Yana bitta turda adenomioz kasalligi. Vaqt o'tib, yillar o'tib adenomioz kasalligi rivojlanib borganda ayollar ko'p qon yo'qotadi, anemiyaga olib keladi. Holsizlanadi, charchaydi, bu ham mehnat qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Adenomioz shunaqa rivojlangan holatlarda darajasiga qarab turib, og'ir darajalarda bu ham operatsiya qilinadi. Operatsiyada bachadon tanasini olib tashlash, amputatsiya operatsiyasi deymiz yoki bachadon bo'yni bilan qo'shib to'liq olib tashlash, ekstirpatsiya yoki gesterektomiya operatsiyasi bajariladi. Bunaqa holatda laparoskopik usulda hozirgi kunda eng keragi oson ayollar uchun jarohat kam, og'riq kam, operatsiyadan keyin tiklanish davri qisqa, asoratlari kam usul bu laparoskopik usulda bu operatsiyalarni bajarish. Ba'zi bir holatlarda laparotomik, ya'ni eski traditsion usulda kesib qornini ochib bajarishga ham to'g'ri keladi. Shu usullarga yordam berish mumkin. Demak, bu kasallikdan qo'rqish kerak emas, vaqtida murojaat qilish kerak. Chorasini ko'rsa bo'ladi. Og'ir holatlar bo'lmaganda dori-darmon bilan davolash mumkin. Faqat tushunish kerak, shu yillar davomida endometrioz kasalligi bor ayollar shu doktorning nazoratida bo'lishi kerak, vaqtida ko'rinish kerak, chorasini qilish kerak. Yana endometrioz kasalligiga ba'zi bir xil tavsiya qilinmaydigan holatlar bor, shuni aytib o'tishimiz kerak. Issiq vannalar qabul qilish, sauna solyariyalarga borish, issiq politsiya qilish mumkin emas. Quyoshda uzoq bo'lish, zo'riqib og'ir mehnat qilish, surunkali stresslar, har xil gormonal preparatlarni nazораtsiz olib borish, shular tavsiya qilinmaydi. Endometrioz kasalligi bor ayollarga misol sport mashqlaridan yaxshi bo'ladi. Aerobika bilan shug'ullanish yaxshi bo'ladi.
yoga bilan shug'ullansa yaxshi bo'ladi. Suzish, velosiped minish shu muolajalar shu ayollarimiz uchun yaxshi holat bo'ladi. Opa-singillar, hurmatli, sizlarga shu tema qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyalar qoldiring, yozing. Biz hamma kommentariyalarga, savollarga javob beramiz. O'zlaringni qiziqtirgan yana shu temalar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Biz hamma savollaringizga javob berib, o'sha temalarni yoritib borishga harakat qilamiz.